ko'rganmidinglar va biz nihoyat 100 ta bo'ldik. Buning uchun hammalarga rahmat va men hozir ikkita obunachimni saylab olib, bular orasida kattagina konkurs qilyapman. Bu yerda bir dona Matic priz beriladi va 5 ta raund bular otishadi. O'yinni prostalar ko'rib bersanglar bo'ldi otishmani. Tak, bizada hozir 5 minut. Tak, biza tarafda bunday uzoqroqdan qarab tursak va bu yoqda kandinist bilan Shohjahon va o'sha Shohjahonda joni yarimdan ham, ya'ni 50% dan ham past va tak. Tamam. Devamiz stop. Kandinist 1 ball. Tak, ikkinchi raund. Va hozir bularda ikkinchi raund va kandinist o'sha birinchi o'qni otmoqda. Shohjahon yutqizib qo'ymoqda cho'ta va kandinist ikkinchi anavda ham yutyapti. Qilamiz-da, kandinist 2 ball. Tak, lopma-lop endi. Bu yoqqa tursa, bunday. Yo'q. To'xtanglar mana. Tak bolalar, endi men sanayman. 1 2 orqamachaga 2 3 nach va yana bitta o'q. Tak. Kandinist g'olib bo'ldi. Endi aytilgan gap, otilgan o'q, mototsikl. Bolalar 100 kani tanlashdi va 100 ka mukofotini berib olamiz. Bu video hozir men nagli va reski qo'yib yuboraman. Video yoqsa albatta like bosib qo'ying jigarlar. Biza 100 ta bo'ldi, 150 ta bo'ldi. Tak.
Tak bolalar, assalomu alaykum. Hammaga xayr deyapti va rahmat ham deb qo'yapti kontrakt. Bo'pti bolalar, charchamanglar. Agar shunaqa pulli o'yinlarni o'tkazib turishimizni xohlasanglar, bitta dona like bosib qo'yinglar, shu biza shunaqa pulli o'yinlarni ko'proq qilamiz. Bu sizlarga ham anchagina yaxshi bo'ladi. Hammanglarga xayr, assalomu alaykum bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like va obuna, komment portlatib tashlanglar.